Assalomu alaykum hammaga. Bilasizlar, Samomika biznesida apparaturalar eskirishi bo'lib turadi. Vaqtida rekonstruksiya qilib, sal qarovni qilib turmasangiz, biznes orqaga qarab yurishi mumkin. Bilasizlar, biz Gulistonda 2 yilcha oldin Samomika ochgandik. Ma'lum bir sabablarga ko'ra to'xtab qolgandi. Xohlasa hozir bu yerga organizatsiya, bu yerga ochish joyini kengaytirdik. Rekonstruksiya qilinyapti. 100% osmosga o'tyapmiz. Xohlasa bannerlarni ham almashtirib yuboramiz. Agar biznesingiz doimiy ravishda o'sishni xohlasangiz, rekonstruksiya qilib, keyin yangilikka intilib turish kerak. Hozirda o'sha trendda yurgan avtopauzalik bonusov sistemaga ega bo'lgan boshqaruv pultlarimizga almashtiryapmiz. Xohlasa zamon bilan birma-bir yursalang, o'sha kilik to'lovlari bor, analitikalar bo'ladi, kartalari bo'ladi. Xohlasa biznes hech qachon to'xtab qolmaydi. Hamma narsa qaror bilan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda kontakt qoldirib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Xo'sh, bizda hozir rekonstruksiya ishlari, konsullar gobiklarni almashtirib yuboryapmiz, salniylarini. Xo'sh, bu apparatdan menimcha hech kimda yo'q. Bu maxsus o'zimiz yasab olganmiz. Biz akkumulyatorda ishlaydi, shlankalarni o'sha turgan joyida fitillarni almashtirib olsa bo'ladi. Mana bu yerda pulti bor. Qisish yoki bo'shatishimiz mumkin buni. Ish juda ham qizg'in ketyapti.